Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanur kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizni 53-dars, mavzuyimiz 3 xonali sonlarni ayirish. 27-betni o'tsangiz, u yerda 8 va 9 vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda bajarib ko'ramiz. Qani ketdik. 8 vazifamizni bajaramiz. Bizda 6 ta masalamiz bor. Har bittasini birma-bir ishlab chiqamiz. Xo'p, keling yozib olamiz bularni. Bu yerda bu birinchisi, ikkinchisi, 3, 4, 5 va oxirgisi 6 bo'ladi. Xo'p, birinchidan boshlaymiz. Bizning asosiy qoidamiz, hammamiz bilamiz, ishlayotganda birinchi o'rinda qavsning ichidagini yozishimiz kerak. Ya'ni 198 ni 218 ga qo'shib olamiz. Yozaman. 198 qo'shilgan 218 ga. Shuni hisoblaymiz. 8 plus 8 imiz 16, 6sini yozib 1ni eslab qolamiz. 9 plus 1 imiz 10 bo'ladi. Tagidagi 1ni qo'shsak 11. Shundan 1ni yozib, 1ni yana eslab qolamiz. Oxirgisi 1 plus 2 imiz 3 bo'ladi. Tagidagi 1ni qo'shsak 4. Tagidagi 1 deganimda mana bu nuqtani aytyapman. Biz sizlar bilan o'tgan darslarda o'tganmiz. Esingizda bo'lishi kerak bu narsalar. Hop, birinchisi bo'lyapti. 416 chiqdi. Mana buni javobi 416. Endi biz 765 dan minus 416 qilishimiz kerak bo'ladi. Yozaman, tagiga yozib ketaveraman. 765 minus 416. Shuni endi hisoblaymiz. Xo'p, hisoblayotganda oldin aytib o'tib ketaman. Har darsda bu gapni gapiraman, lekin mayli aytib o'taveraman. Asosiy bu yerda maqsadimiz matematikani o'rganib olish. Shunga men yozayotganimda men bilan birgalikda yozib ketmang. Iloji boricha videoroliklarimizni shu paytga kelganda, hisoblashga kelganda pauzani bosib qo'ying, o'zingiz hisoblab ko'ring. Ishlab bo'lgandan keyin pauzani qo'yib olasiz va men yozayotgan narsa bilan tekshirib olasiz. Agar shuni qilib yozadigan bo'lsangiz, siz matematikani o'rganishni boshlaysiz. Kelishdiga? Xo'p, hisoblaymiz. Qarang, 5 minus 6 qilib bo'lmaydi. Yonidagi turgan sondan qarz olib turamiz. Ya'ni 6 sonimizdan. Tevasiga nuqta qo'yib qo'yaman. Bu degani mana bu 6 imiz yonidagi 5 ga 10 ni qo'shadi. Endi 5 imiz bizda 15 bo'ldi. 15 minus 6 imiz 9 bo'ladi. 6 imiz qarz berganligi uchun o'zi 5 bo'lib qoldi. 5 minus 1 imiz 4. Tevadagi 7 minus 4 qilsak 3 bo'ladi. Ya'ni birinchisining javobi 349. Tevadan bundoq qilib ajratib qolamiz va 2 deymiz. Bilsangiz, bizda hamma darslarimiz YouTube'da chiqmayotgan, sababi biz alohida Telegram kanal tashkil qilganmiz. Telegram kanalimizning nomi Sanur Maktab. Biz u yerda matematika, ona tili, ingliz tili, rus tili kitobi, rus tili daftaridan barcha uy vazifalarni qilayotganmiz. Siz uy vazifalarini o'z vaqtida olmoqchi bo'lsangiz, Sanur Maktab kanalimizga obuna bo'ling va 24-noyabrdan boshlab turib, dekabr oyiga qabulimiz boshlanadi. Kanalimizning nomi Sanur Maktab. 24-noyabrni kuting va dekabr oyiga obuna bo'ling. Ikkinchisi bizga 785 minus qavs ichidagi 523 minus 264. Birinchi o'rinda yana biz qavs ichidagini ishlaymiz. Shunga yozganimda birinchi o'rinda 523 minus 264 deb yozaman. Va hisoblaymiz. 3 minus 4 qilib bo'lmaydi. 2 dan qarz olamiz. Tevasiga nuqtani bosaman. Xo'p, 3 imiz endi 13 bo'ldi. Chunki 2 10 ni qo'shdi 3 ga. 13 minus 4 imiz 9 bo'ladi. Tagiga 9 yozamiz. 2 imiz qarz berganligi uchun o'zi 1 bo'lib qoldi. 1 minus 6 qilib bo'lmaydi. Yonidagi 5 dan qarz olib turamiz. 5 imiz endi 1 imizga 10 ni qo'shsa 11 bo'ldi. 11 minus 6 imiz 5 bo'ladi. Oxirisidagi 5 o'zi qarz berdi 4 bo'lgan. 4 minus 2 imiz 2 bo'ladi. Ya'ni javobi 259. Endi mana bu tevasiga 259 bo'ldi. Biz 200 qaniydi? Mana qavs ichidagini yozyapmiz. 259 bo'lgan. 785 dan minus 259 qilamiz. 785 minus 259.
Xo'p, yana bizdan 5 minus 9 qilib bo'lmaydi. 8 dan qarz olib turamiz. 8 imiz 5 ga 10 ni qo'shdi, 15 bo'ldi. 15 minus 9 imiz 6. 8 imiz qarz berganligi uchun o'zi 7 bo'lib qolgan. 7 minus 5 imiz 2. Oxirgisi 7 minus 2. 5 ni bo'ladi. Ya'ni javobi bizda 526. Ikkinchisini javobi bo'ldi. Uchinchisini yozamiz. Endi yaxshi bu yerda qavsimiz birinchi o'rinda kelyapti. Shuni ishlaymiz. Qarang, 740 minus 356. Hisoblaymiz. 0 minus 6 qilib bo'lmaydi. 4 dan qarz olamiz. 0 imiz endi 10 bo'ldi. 10 minus 6 imiz 4. 4 imiz qarz berganligi uchun o'zi 3 bo'lib qoldi. Shunga 7 dan qarz olib turamiz. 3 imiz endi 13 bo'lyapti. 13 minus 5 imiz 8. 7 qarz berganligi uchun o'zi 6 bo'ldi. 6 minus 3 imiz 3 bo'ladi. Ya'ni javobi 384. 384 mana bu yerda qavsimiz ichi bo'lyapti. Endi 384 imizni 374 ga qo'sharkanmiz. Qo'shib olamiz 374 ga. Hisoblaymiz. 4 plus 4 imiz 8. 8 plus 7 imiz 15. 5 ni yozib, birini eslab qolamiz va 3 plus 3 imiz 6. Tagiga 1 qo'shsak 7 bo'ladi. Ya'ni uchinchisining javobi 758. To'rtinchisi. Qavsimiz ichidagini birinchi o'rinda ishlab olamiz. Bu bizda 128 qo'shilgan 208 ga. Hisoblaymiz. 8 plus 8 imiz 16. 6sini yozib, birini eslab qolamiz. 2 plus 0 imiz 2. Tagidagi 1ni qo'shsak 3 bo'ladi. 1 plus 2 imiz 3. Ya'ni 336. 336 bo'ldi. Endi 940 dan minus 336 qilarkanmiz. Hisoblaymiz. 0 minus 6 qilib bo'lmaydi, 4 dan qarz olib turamiz. 0 imiz endi bizda 10 bo'ldi. 10 minus 6 4 bo'ladi. 4 imiz qarz berganligi uchun o'zi 3 bo'lib qolgan. 3 minus 3 imiz 0. 9 minus 3 imiz esa 6. Ya'ni 604 bo'ldi. Beshinchisi bizda hech qanaqa tartib ham yo'q ekan, xotirjam ishlab ketaveramiz. 514 minus 336 qilamiz. 514 minus 336. Hisoblaymiz. 4 minus 6 qilib bo'lmaydi, shunga birdan qarz olamiz. 4 imiz endi 14 bo'ldi. 14 minus 6 imiz 8. Birimiz 0 bo'lib qolgan qarz berganligi uchun shunga 5 dan qarz olib turamiz. 0 imiz 10 bo'lyapti. 10 minus 3 imiz 7. 5 imiz qarz berganligi uchun o'zi 4 bo'ldi. 4 minus 3 imiz 1. Ya'ni 178. Oxirgisi bu yerdagisi 178 imizni qo'shib olar ekanmiz 15 ga. Ya'ni mana uni hisoblayapmiz. 5 plus 8 imiz 13. 3 ni yozib, birini eslab qolamiz. 7 plus 1 imiz 8. Tagidagi 1 qo'shsak 9 bo'ladi va oxirida tevadan bir sonimiz tushib keladi. Javobi 193 bo'ldi. 6-inchisi va oxirgisi bo'lyapti bizda. 812 dan minus 785 qilarkanmiz. 2 minus 5 qilib bo'lmaydi, birdan qarz olamiz. 12 minus 5 imiz 7. Birimiz 0 bo'lib qoldi qarz berganligi uchun 8 dan qarz olamiz. Ya'ni endi 0 imiz 10 bo'ldi. 10 minus 8 imiz 2. 8 imiz qarz berganligi uchun o'zi 7 bo'ldi. 7 minus 7 imiz 0. Bu 0 ni biz yozmasak ham bo'ladi. Demak bizda endi 27 ni oxirgisi 89 ga qo'shib olamiz. Qarang, 7 plus 9 imiz 16. 6sini yozib, birini eslab qolaman. 2 plus 8 imiz 10. Tagidagi 1 qo'shsak 11 bo'ladi. Ya'ni javobi bizda 116.
Mana biz sizlar bilan hammasini ishlab chiqdik. Ozgina qiyinroq bo'lishi mumkin. Shunga shoshilmasdan yaxshilab ko'rib oling. Tushunmagan bo'lsangiz, yana boshqatdan ko'rsangiz ham bo'ladi videoroligimizni bemalol. Asosiy maqsad bu yerda matematikani o'rganishimiz. Xo'sh, darsimiz yoqayotgan bo'lsa, albattagina videoroligimizga like ni bosib qo'ying, kanalimizga qo'shiling. Biz esa 9-vazifaga o'tamiz. 9-vazifamizni o'qiymiz. Modalar ko'rgazmasiga O'zbekistondan 3 ta dizayner o'z modellarini olib keldi. Birinchisi 25 xil kiyim modelini, ikkinchisi birinchisidan 16 ta ko'p, uchinchisi esa birinchi va ikkinchi birgalikda qancha bo'lsa, shuncha kiyim modelini namoyish etdi. O'zbek dizaynerlari jami nechta qancha kiyim modelini olib kelishdi? Demak, bizda 3 ta dizaynerlarimiz kelgan ekan. Har bittasini yozib chiqamiz. Birinchisi deymiz. Birinchi bizning dizaynerimiz olib kelgan bizda 25 xil kiyim. Ya'ni yozaman 25 xil deb qo'yamiz. Ikkinchi bizning dizaynerimiz yozamiz. Ikkinchi deymiz. Bizda noma'lum, lekin birinchidan 16 taga ko'proq ekan. Noma'lum 16 ta ko'proq birdan ko'ra. Bizda uchinchi dizaynerimiz ham bo'lgan. Qani edi uchinchisi? Birinchi, ikkinchi, mana uchinchisi biz yozilyapti. Uchinchi dizaynerimiz bizda noma'lum, lekin bilamizki, mana bu 1 bilan 2 ni jami nechta bo'lgan bo'lsa, shuncha uchinchisi olib kelgan ekan. Bizning asosiy naqamiz, savolimiz hammasi bo'lib nechta model namoyish etilgan. Xo'p, birinchi o'rinda biz ikkinchi dizaynerimiz nechta model olib kelganini hisoblar ekanmiz. Tagiga yozaman. Bizda aytilyaptiki, ikkinchisi 16 taga ko'proq birdan ko'ra. Bu deganimiz 25 sonimizni 16 ga qo'shib olar ekanmiz. Bilsangiz, bizda hamma darslarimiz YouTube'da chiqmayotgan, sababi biz alohida Telegram kanal tashkil qilganmiz. Telegram kanalimizning nomi Sanur Maktab. Biz u yerda matematika, ona tili, ingliz tili, rus tili kitobi, rus tili daftaridan barcha uy vazifalarni qilayotganmiz. Siz uy vazifalarini o'z vaqtida olmoqchi bo'lsangiz, Sanur Maktab kanalimizga obuna bo'ling va 24-noyabrdan boshlab turib, dekabr oyiga qabulimiz boshlanadi. Kanalimizning nomi Sanur Maktab. 24-noyabrni kuting va dekabr oyiga obuna bo'ling. Yozamiz. 25 plus 16 hisoblaymiz. 5 plus 6 imiz 11. Birini yozib, birini eslab qolamiz. 2 plus 1 imiz 3. Tagidagi 1 qo'shsak 4 bo'ladi. Ya'ni 41 ta modelni ikkinchi dizayner olib kelgan ekan. Uchinchisi esa bizda aytilyapti. Birinchi va ikkinchi nechta olib kelgan bo'lsa, uchinchi shuncha olib kelgan ekan. Birinchisi bizda 25 ta olib kelgan. Uchinchisi 41 ta olib kelgan ekan. Birgalikda shuni hisoblaymiz. 25 plus 41. Shunda 25 5 plus 1 imiz 6, 2 plus 4 imiz 6. Ya'ni bizning uchinchi dizaynerimiz 66 ta model olib kelibdi. Endi bizdan so'rashyapti. Hammasi bo'lib nechta bo'ldi deyishyapti. Biz bilamizki, birinchisi 25 ta, ikkinchisi 41 ta, uchinchisi 66 ta. Hammasini bir-biriga qo'shib olishimiz kerak. Xo'p, e'tibor bering. Biz oldindan 25 41 ga qo'shib olganmiz. Bu yerda mana bu bizda birinchisi bo'lyapti. Qaniydi? Yozib qo'yaylik. Mana birinchi deyman. Siz yozishingiz shart emas. Mana bu bizda ikkinchi. Oldindan hisoblanib bo'lingan, bizda hammasi. Biz oldindan hisoblaganmiz 25 plus 41 biz 66 bo'lar ekan. Mana bu birgalikda olganda 66 ekan. Uchinchisi ham 66. Bu degani birinchi bilan ikkinchi 66 ta bo'lsa, uni hisoblab o'tirmaymiz, 66 yozamiz. Uchinchisi ham 66 ga teng. Shunga 66 ni 66 ga qo'shamiz. Shunda 6 plus 6 imiz 12, ikkisini yozib, birini eslab qolamiz. 6 plus 6 imiz, ya'ni 12, birimizni qo'shsak 13 bo'ladi.
Demak, bu bizda hozir javobimiz bo'lyapti. Javob deymiz tagiga. Javob jami bo'lib bizni dizaynerlarimiz 132 ta modelni namoyish etishdi. Sizning vazifangiz endi buni chiroyli qilib daftarga yozib olish. Darsimiz yoqgan bo'lsa, sizdan bitta like, kanalimizga qo'shiling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.